Dunyo barchamiz uchun yagona uy. Biz turlichamiz. Millatimiz, tilimiz, turmush tarzimiz boshqacha. Lekin bir-birimizga yaqinmiz. Chunki yer yuzining har bir nuqtasida maqsadlarimiz umumiy. Tinchlik, tenglik va adolat. Ammo shunday kuch borki, bu orzu istaklarimizga to'siq bo'ladi. U ko'rinmaydi, ammo uning ta'siri har joyda. U chegara bilmaydi va hech bir jamiyatni chetlab o'tmaydi. U barqarorlikka tahdid, rivojlanishga eng katta xavfdir. Bu korrupsiya. Uning qurbonlari esa parokanda jamiyat, mavhum kelajakdir. Befarqlik. Bu jinoyatga sheriklikdir. Unga qarshi kurash esa butun insoniyatning mas'uliyati. Dunyo uchun unga qarshi eng kuchli qurol birdamlik, hamkorlik va ochiqlik. Bugun ko'plab mamlakatlar shu yo'ldan bormoqda. Xususan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi bilan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yangi milliy model yaratilmoqda. Bugun O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashishda mintaqaviy tashabbuslar yetakchisigina emas, jahon mamlakatlari intilishlarini birlashtiruvchi markaz sifatida tan olinmoqda. Demokratik islohotlar ortga qaytmas tus olgan yangi O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash borasida bor kuchimizni safarbar etishga tayyormiz. Nufuzli xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar bilan yo'lga qo'yilgan ochiq, natijador va ishonchli hamkorlik bu sohadagi muvaffaqiyatlar poydevoridir. Ana shu hamjihatlik va o'zaro ishonch asosida O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashishni faqat jazo choralari emas, balki bilim, innovatsiya va tizimli yondashuvga tayanadigan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu jarayonda ochiqlik va shaffoflik, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan ta'sirchan preventiv mexanizmlar hamda sun'iy intellektni keng joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bularning bari hamjihatlikdagi intilish, o'zaro ishonch va mustahkam hamkorlik bilan amalga oshadi. Biz korrupsiyasiz, halol va adolatli kelajakni birgalikda yaratishga tayyormiz. Chunki bu bizning umumiy missiyamiz.